16 bab. Hazreti Mevlana Muhammed Qazining zikrlarining bayoni. Bilmek kerak ki, Hazreti Mevlana Tangri uningga rahmat qilg'ay va mag'firat ato qilg'ay ning sharaflik ismlari Muhammad ibn Burhoniddindir. Atalari Qazi Imaduddin ibn Miskin Samarqandning dongli kishilaridan edi. Shu sababdan Mevlana Muhammed Qazi ismi bilan mashhur bo'ldi. Hazreti Mevlana ilim tahsil qilib bo'lgandan keyin uning ko'ngillariga tariqat yo'liga kirish orzusi tushdi. Shu orzu bilan Xorasonga safar qildi. U Samarqanddan chiqqanda avliyolarning ulug'i, Tangrining do'sti Hoji Nasriddin Abaydullah Akrarning sirlari muqaddas bo'lgan bir manzilda edi. Hazreti Mevlana Hazreti Ishonning xizmatiga bordi. Hazreti Ishon uningdan "Qayerga borasiz Mevlana?" deb so'radi. Mevlana "Ilim tahsil qilish uchun boraman" dedi. Hazreti Ishon yana "Ilim tahsil qilishdan boshqa yana maqsadingiz bormi?" deb so'radi. Mevlana javob berib, "Shundaq tariqat orzusimi bor" dedi. Mevlana bilan yana bir talibmi billa hamroh edi. U aytdiki, dervishlik orzusi ustunroqdir. Hazreti Ishon "Bir soat to'xtab turinglar" deb bog' tarafga kirib ketdi. Xeyli vaqtdan keyin qaytib chiqdi-da, 2 parcha xat chiqarib berdi. Bu xatning biri Mevlanani Hazreti Mevlana Saidin Qashqarning o'g'li Hazreti Hoji Kalon. Bu ism Molla Muhammad Niyoz tarjimasining bu nusxasida Hojagan deb ko'chirilib qolgan. Parischa nusxa va Tehron nashri asosida yuqorida kelindi. Ning tarbiyasiga vahola qilganlik xat edi. Yana bir xatga Hoji Kalon Allah ularning sirlarini muqaddas qilg'ay. Hazratlarining sharafli tava biatlariga doir nasab nomlarini yozgan edi. Bu xat mundaq iboratlar bilan boshlangan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Noyida shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ibodat, ya'ni bandichilik qilmoqning haqiqiy ma'nosi ojizlik, shikastlik va hojatmanlikdan iborat bo'lib, u Xudoy taoloning ulug'ligiga bo'lgan ishonchni ko'ngillarga soladi. Bundaq saodatning paydo bo'lishi muhabbatga sabab bo'ldi. Muhabbatning paydo bo'lishi Hazreti Muhammad payg'ambar Allah uningga duo va salom avatgay ga tava bo'lishga sabab bo'ladi. Din ilmini bilmay turib, tavobiat yo'llarini bilishga muyassar bo'lish qiyin. Shu sababdan din ilmiga varis bo'lgan olimlarning oldiga mushu maqsad uchun berish zarurdir. Öz ilimlerini dunyoviy tirikchilik va amal, izzatga erishishning vositasi qilib olgan olimlarning suhbatidan yiroq qochmoq lozim. Agar taqvodor va diyonatlik ulamolar tepilmasa, amalsizlikdan ulardan ilm o'rganish kerak. Raqsu samo qilib oldiga har narsa kelsa, uyalmasdan iliverdigan va yeverdigan darvishlarning suhbatidanmi parhez qilmoq lozim. Tavhid birlikni tonish uchun qilingan da'vatlar ichida uni anglagandan keyin ahli sunnat jamoatga aqidani sus qildigan amr ma'ruflardan yiroq bo'lish lozim. Ma'rifatni o'rganish bo'lsa, haqiqat nurlariga erishish bo'lib, u Muhammad payg'ambar Tangri u zotga duo va salom avatgayning tavobatlariga bog'liqdir. Shunga ularni aniq bilish uchun ilm tahsil qilish lozim. İhtiram bilen xat tamam. Silsilatul Arifin Ma'rifat ahlining nasab nomlari nomli kitob Mevlana'ning e'tibor qozongan musannifat asarlaridandir. Bu kitobda ajablanarligi shuki, Hazreti Ishonning shuncha to'sishlarga qaramay Xorasonga berish orzusi ko'nglimdan ketmadi. İltimos va iltijolar bilan ruxsat elib Xorasonga yuzlandim. Yo'lda bir voqeaga duch kelib, Xorasonga berishga mutlaq imkon bo'lmadi. Ilojisiz saqlab turishga to'g'ri keldi. Shunga qaytib kelib, Hazreti Ishonning suhbatlariga musharraf bo'ldim deb yozilgan. Mevlana uzun muddat Hazreti Ishonning maxsus oshxonalariga qarashliq muttasadi boshqurg'uchi bo'lgan edi. Intayin itoatchanlik va cheksiz aqida tufaylidan mushunda xizmatlarni qiladi. Gahi taomni ko'tirib Hazreti Ishonning otlarining uzangisi yinida piyoda yuguraydi.
Bara-bara Hazreti İşanға şu qadar yaqin bo'ldi ki, ko'pincha oliy majlislarda Hazreti İşan olimlar va fozillar bilan suhbat tuzatdi. Ular to'la hollarda majlisda Hazreti Mavlonaga xitob qilib so'zlaydi. Hamma ishlarda va turli sirlarda Hazreti Mavlona Hazreti İşan bilan billa va sirdosh edi. Hazreti İşanның Hazreti Mavlonaga iltifot nazarlari shu darajaga yetgan ediki, butkul ulug' suhbatdoshlarning hammasi, hattoki Hazreti İşanның farzandlari Hazreti Mavlonaga hasad qiladi. Shu sababdan Hazreti Mavlonaga mallallik yuzlandi. Hazreti İşanның muridlaridan biri bo'lgan Mavlona Muhammad Amin bilan billa ikkilan Xorasonga berishni maslahat qildi. Ular tariqat yo'llarini Hazreti İşandan mushunchalik ta'lim oldik. Tariqat ahlilari Xorasonning havosimi kishiga yerim bir chog'liq tarbiyat qilalaydi deyishwatidi. Yana yerim bir pir bo'lsa Hazreti Mavlona Abdurrahman Jomidir. Demak, bu dalil bilan Xorasonda tariqat yo'llari to'liq va komil tamom bo'lg'usidir deyishdi. Silsilatul Arifin nomli kitobda Hazreti İşanның ajoyib odatlarini bayon qilib mundaq deyildi. Xorasonga berishim muqarrar bo'lgan shu kunlarda Hazreti İşanның xizmatlariga bordim. U zotning saodatlik nazarlari fikrga tushdi. Qayta nazar qilib, "Sen zodi bilamsan, sana mundaq diqqat bilan nazar qilishimning ma'nosi nima?" dedi. "Men fiqr bilmayman. Tanrı'nın Resulü ve Tanrı'nın evliyası biladi" degan edim. Hazreti İşan, sizlarning ahvolinglarga qarab baqsam, ko'ryapmanki, istiqomat yo'lda emaskansizlar. Yana men tush ko'rdim. Tushimda Mavlona bir yot yerda uy salmoqchi bo'ldi. Ammo u uyning uli yo'qdir dedi. Hazreti İşanның odatlari shundoq ediki, u o'zining kashf va karomatlarini tush ko'rdim deb bayon qiladi. Shundoq bo'lsa-mu, buninglik bilan safarning zuq havasi tuvaldimadi. Oxir Hazreti İşanның ijodisizla Xorasonga ketdim. 6 oy Xorasonda turdim. Hamisha Mavlona Abdurrahman Jomining suhbatlarida bo'lardim. Ammo Hazreti İşanның xizmatlarining orzusi shu qadar ustun keldiki, oxir ilojisiz va ixtiyorsiz holda u zotning oldiga yenib kelib, xizmatlariga musharraf bo'ldim. Silsilatul Arifin nomli kitobda yana mundaq deyildi. Toshkentda Hazreti İşanның xizmatlariga yetishdim. Ko'nglimda endi qolgan umrimni u zotning oxtixonlarida o'tkazaman deb qaror qilib, bir bulungda o'ltiratdim. Bir kishi tez surat bilan chiqib keldi-da, "Sizni Hazreti İşan chaqirdi" dedi. Buni anglab hushimni yo'qotdim. Ilojisiz xijolat bilan Hazreti İşanның sharafli dargohiga kirdim. Hazreti İşan shu qadar illiq va marhamat bilan ko'rishdiki, go'yo mendan hech qanday noloyiq ishlar sodir bo'lmay, balki men katta xizmatlarni qilgandek meni bu qadar izzat ikrom bilan azizladi. Shunga u zot bu marhamat va iltifotlarni qancha ziyoda qilgan sari xijolatchiligim shuncha oshatdi. Hamisha Hazreti İşanның tashqirqi ostinalarini cho'rgilaydim. Bir kuni Hazreti İşan o'zining haqiqatlarini bayon qilguvchi tillari bilan ma'rifat va haqiqatlarni oshkorlaydigan chog'da u zotning muborak xitoblaridan mening mahrum qolganligim xotirlarga yetib mundaq debdi. Mavlona Muhammad qayerda? Majlis ahli arz qilib, tashqirda bor. Majlisga kirishga targ'ib qilgan bo'lsaqmi, mendan ashu noloyiq ish sodir bo'ldi. Endi menda har doim u sharafli majlisga kirishga nima layoqat bo'lsin, tashqirqi bo'sug'ini suyish bilanla qanoatlanaman. Agar muyassar bo'lsa, Hazreti İşanның muborak jamollarini yiroqdan ko'rarman deb zor-zor yig'laydi deyishdi. Hazreti İşan, chiqib uni aytinglar. Mening xohishim shuki, Mavlona Muhammad hamisha ilgirgidek mening huzurimda bo'lsin. Agar uningdan biror gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, uni men afu qildim. Menmi gunoh sodir qilgan bo'lsam, afu qilib bu yerga kirsin deb bir nechalarni chiqardi. Hazreti İşanның menga bo'lgan iltifotlari shu darajaga yetdi. Men u muborak ostonaning to'shik aslahalarini boshqarish xizmatiga tayinlandim. U marhamat daryosi menga shu darajada iltifot va marhamatlarni qildiki, men bularni hargiz tasavvurimga keltirib boqqan emas edim.
Bir kuni u zot mundaq dedi: "Mərdanlarning odati shundoq bo'lishi kerakki, gunohkorlar bilan o'zaro aytishga hojat qolmaydigan darajada aralashqay. U zot menga haqiqatan shundoq muomala qildiki, gunohimning o'zaro taqsirsini bayon qilishga hech bir hojat qo'ymadi. Tangri u zotga yaxshi mukofot bersin. Hamisha menga hayot musofasida Hazrati İshonning boshlamchilik qadamlari yo'l ko'rsatdi." Hazreti Mevlana itoat qadamlarini shu ko'rsatgan yo'ldan ko'tarmadi va nihoyatda yaqinlik darajasiga yetdi. Shu davr podshohlaridan har qaysilari Hazreti İshonning muritlaridan birarsining vasitasi orqali Hazreti İshonga ixlos bilan bog'langan edi. Hazreti İshonga arz va hojatlarini shularning vasitasi bilan yetkazdi. Sultan Abu Said Mirza Mevlana Qosimning, Sultan Ahmad Mirza Mevlana Hoji Alining, yana boshqa podshohlarmo har qaysilari biror muridlarining peshini tutgan edi. Sultan Mahmud Xon Hazreti Mevlana orqali Hazreti İshonga bog'langan edi. Peyqir Mirza Haydar Hazreti Mevlana'nın güher çaçquchi lafzlaridan mundaq anglagan edim. Sultan Mahmud Xon qobil yigitdir. Ammo bir aybi borki, yetilgili unimaydi. Ya'ni tarbiyat qilguvchining oldida tarbiya olguvchi shundoq bo'lishi kerakki, tarbiyachi nimaga buyursa, uningga to'xtovsiz qadam qo'ygay. Hargiz ishkillanmagay, ko'ngliga shak keltirmagay. Her narsaga salsa, xohi quvvati yetsin, xohi yetmasin, berib chaplashadigan lojindek bo'lgay. Qandoq bo'larkin demagay. Demak, amalsiz Sultan Mahmud Xon xalq o'ylagandek yetilolmadi. Bilish kerakki, bu kitobning beshida zikr qilingan bu muqaddimadan maqsad shuki, ashu munosabatdan Hazreti Mevlana Hazreti İshon uning sirlari muqaddas bo'lgay. Olamdan o'tgandan keyin Toshkentga keldi. Toshkentda Hazreti Mevlana'ning muborak qadamlarini tabarik bilib noiti aziz va mukarram tutdi. Oxir Toshkent bayram bo'lganda Buxoroga bordi. Shohibi xonning inisi Abaydullah xonning otasi Mahmud Sultan shu vaqtlarda Shohibi xon tarafdan Buxoroga podsho edi. Mahmud Sultan Hazreti Mevlana'ning sharafli suhbatlariga berib, uningga itoat qilib tariqat yo'liga kirdi. Men Hazreti Mevlana'nın ishonchli suhbatdoshlaridan anglagan edim. Ular Mahmud Sultan Hazreti Mevlana'ga itoat qildi. Kishilar o'z podshohlarining diniga sodiq bo'ladi degan maqolning mazmuni bo'yicha darvishlar orasida tariqatga mashg'ul bo'lish shundoq rivoj topdiki, bundoq taraqqiyot va lazzatni bundan keyin topolmadik degan edi. Demak, yuqorqi sabab bilan Hazreti Mevlana Buxoroda edi. Shu vaqtda otam Xorasonga berib shahid bo'ldi. U kunlarda Peqirmo Buxoroda edim. Hazreti Mevlana shu vaqtlardan toki tarixning Hijriya 916-yili. Hijriya 916-yili, milodiya 1510-1511-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lganga qadar Buxoroda edi. Qizilbosh, Tangri Taolo ularga la'nat qilsin. Buxoroni istilo qilgan chaqda bu vaqa keyin bayon qilingusi. Hazreti Mevlana Buxorodan Andijon, Oxsi viloyatiga berib turishni niyat qildi. U zotning sharafli qadamlarining barkatidan shu viloyatda nurg'un xalqlar oliy shon shavkatli xoja Naqshbandiya Tangri ularning sirlarini muqaddas qilgay, ga musharraf bo'lib yuqori martabalarga yetdi. Hala bu kunlarda shu viloyatlarda ularning barakatlari ro'shan namoyon bo'lib turmoqda. Nurg'un kamolat egalari va tariqat ahlilari mukammal yo'lboshchiga ega bo'ldi. Bu saodatlik jamoatning zikrlari Hazreti Maxdumi Nuran, uning sirlari muqaddas bo'lganining zikrlarida bayon qilingusi. Bu kitobda har qanday yerda Hazreti Mevlana degan iborat tilga ilinsa, buningdan maqsad Mevlana Muhammad Qozi, uning sirlari muqaddas bo'lganidan iboratdir. Hazreti Mevlana'nın qolgan ahvollarining tafsiloti o'z navbatida bayon qilinadi. 17-bob. Asli hikoyatning davomi. Hazreti Mevlana'nın ahvollarini zikr qilishdan ilgari aslidagi qissada so'z mening ustozim Mevlana Muhammad Hazreti Mevlana'nın farmonlari bilan meni ilib qochmoqchi bo'lgan yerga kelgan edi. Gerçi Mevlana Muhammed'nin ko'nglida ilgari bunda xiyol yo'q bo'lsa-mu, ammo Hazreti Mevlana'nın can baxsh etgüchi
Nəfəslərinin təsirləri beriktidən Mevlana Muhammeddə bu arzu üstünlük qazandı. Mevlana Muhammed bir xilvət joyida mağa "Əmdi siz Xorasanga baramsız?" dedi. Mən "Şundaq, ular şuni talab qilibdi, boraman" dedim. Mevlana aytdiki, Şahibixon mirzini qamoqqa qilibdi. Siz barsangiz ishning oqibati qandoq bo'larkin? Mevlana Muhammed mushu holatda bir qancha so'zlarni oraga soldi. Oxirida yana bir so'zim bor. Bu maxfiy sirlardandir. Agar bu sirdan hech qanday odam avlodiga xabar bermasangiz aytaman dedi. Men siz aytgan sirlarni men qandoqmi boshqalarga oshkor qilarman? Xotirjam bo'ling, bu ko'ngil sirlarini hargiz kishiga aytmayman dedim. Shuningdan keyin Mevlana Muhammed noiti kuchlik ta'kidlashlar bilan so'zlab, Mirzani Xorasonda shahid qilibdi. Endi sizni talab qilyotidi. Shuni bilingki, ular agar sizni daryoning tagida topsa-mu, shu yerda jannat tarafga uzdidi. Bu jumla Molla Muhammad Niyaz Benni Abdulg'afir tarjimasining mushu qo'lyozmasida yuqorida kelingan. Parischa 1, 2, 3 nusxalarda va Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida ham Toshkent nashrida sizni Omu daryosining qa'riga tashlab jannatga yo'llaydi deyilgan. Agar sizni talab qiladigan bir kishi bo'lsa, samingizda bo'lsinki, agar u kishi sizni ilib qolsa, siz billa qocharsizmi dedi. Beyt. Mergu murdan chi javan chi piri mard. Vahmi u ber her ki zat ta'sir karat. Ölüm vahimisi ta'sir qilmaydigan yoshmi, qerim yo'q. Bu so'zni anglab menga betaqatlik va iztirob yuzlandi. Jonni saqlab qilish umidida jon dilim bilan qechishni orzu qildim. Uningdan keyin Mevlana, bu sirni maxfiy tutmoq kerak. Taq bo'lib turg'aysiz. Men har qanday chaqda xabar bersam, shu hamon tayyor bo'lg'aysiz. Biz Buxoro ichida bir do'st tepib bir necha kun shu yerda yo'shiramiz. Ondan otingizning mulozimlaridan bir necha kishini topamiz va kechasi ularga otlarini ilib har tarafga qochib ketishni buyuramiz. Shunda qilsak, oyg'oqchilar sizni otga minib qochdi deb gumon qiladi-da, shaharning sirtini izlashga boshlaydi. Bizning shaharda ekanligimizni bilmaydi deb bu oqilona maslahatni oraga soldi va shuningdan keyin shu tadbirga qadam qo'ydi. Taqdirmi tadbirga muvofiq keldi. Shunda qilib biz shahar ichida bir do'stining uyida yo'shirindik. Otamning mulozimlari otlarini ilib taraf-tarafga ketdi. Oyg'oqchilar meni otga minib qochdi deb gumon qilib shahar ichini aqtirmadi. U nodonlar toki 15 kungacha u do'stining uyiga qaramadi. Xanzucha nashrda 14 kun deyilgan muharrirdan. Shunda qilib 15 kundan keyin bir necha eshakchilar bilan hamroh bo'lib Hisar Shodimonga keldik. Hisar bozorida otamning bir mulozimi bor ekan. U Mevlana Muhammadni ko'rib tanidi. Bizni oshkorlab qo'yarmikin deb qo'rqib Hisardimi to'xtamay qochdik. Yo'lda ketib etib uloqdan yiqilib sol qo'lim jaynikimdan sundi. Qo'rqinish tufaylidan shahar bozoriga kirolmadik. Qo'limning sunuqiga hech davo qila olmay, shu holatda 2 oygacha hamma mushaqqatlarni tortib yo'l minib Xotilan Xanzucha nashrida xatlan, Qatlan deyilgan. Bu joy yana Qutlan. Qutil deb ataldi. O'rni hozirgi Markaziy Osiyodagi Surag'ib yoki Vaxish daryosi bilan Pinish daryosi oralig'ida. Muharrirdan. Viloyatning bir mahallasi bo'lgan Po'shanga yetdik. Bu joyning arboblaridan bo'lgan Xoja Habibullaning uyida bir necha kun turdik. Xoja Habibullah noiti dono va ish bilgan kishi ekan. Bizga ko'pdan ko'p ehtiromlar qildi. Qo'limning sunuqiga iloj qilishga boshladi. Ammo qo'limning zaxmisi shu darajada ediki, 2 oydan beri mutlaq harakatdan qolgan edi. Shu qadar og'ritdiki, hech bir kechasi uxlay olmaydim. Xoja Habibullah davolgan kechasi rohatlanib uxladim. Bir necha kun turgan edik. Bir sipah kelib o'qyani bir tarafda qo'yib o'ltirdi va o'ltirganlarning hammasiga diqqat bilan qarab, ondan chaqqonlik bilan yugurib qo'pib, intayin adab va tuvanchilik bilan: "Mevlana Muhammad, meni tonimadinglarmi? Men Mirza Muhammad Husaynning baqovuli emasmi? Bir chaqlarda sizlarga xizmat qilganim aslaridan ko'tarilib qoldimi?"
deb o'z nishonlarini aytishga boshladi. Mevlana Muhammadmu ilojisiz tonuşluq berdi va o'z sarguzashtlarini orqa soldi. Shu kechasi kechini ko'ngil sirlarini izhor qilish bilan o'tkazdik. Ertasi u kishi qaytish uchun o'rnidan turdi va pagaqqa tushib ta'zim bilan: "Ey Mevlana Muhammad, sizning himoyangiz va himmatingizga rahmat. Tuz haqqini mushundaq saqlamoq lozim. Mirzining farzandini ilib qochganligingiz noyda obdan bo'pti. Tuzni halollik bilan yeyish kerak. Agar mening otlarim bo'lgan bo'lsa, menmi xizmatingizda mulozim bo'lardim. Nima iloj, otlarim yo'q. Ammo imkoniyatimning yor berishicha qo'limdan kelgan xizmatni qilaman" deb chiqib ketdi. Bir soatdan keyin Hoji Habibullahning mulozimlaridan biri kirib, Hojaning qulog'iga asta bir nimalar degan edi. Hojaning yuzi zafar rangdek sarg'ayib, rangi ro'yi o'ngib ketdi. Hoji darhol yuz bergan ahvolni so'radi. Mulozim u kishi Hoji Habibullahga aytgan, bu o'g'il Mirza Muhammad Husayn Ko'raganning o'g'lidir. Mirzaxonning hammasining o'g'lidir. Bobur podshohning hammasining o'g'lidir. Uni Hoji uyda saqlabdi. Uning bunda qilishdagi g'arazi Hamza sultonga qarshilik qilishdan iborat. Men bu ishni berib xabar qilib, Hojaning xonadonining kulini ko'k so'rayman deb tez suratda ketdi dedi. Mulozim yana: bu yerda hukm surayotgani Hamza sultonning o'g'lidir. Uning zulmidan hamma olam titrishidi. Men shunga bu so'zni davotiman dedi. Hoji Habibullah bu so'zni anglab bir soat o'y xiyollarga cho'kib ketdi. Ondan beshini ko'tarib: "Menga sizlarni tepib ber deydiganga hech kim meni sizlarga kepil qilmagan. Bu narsidini o'limga tutib berish shariatda hargiz ravo emas. Bunda qish muruvvat va insoniyatchilikdan yiroqdir. Yuringlar, har qanday yerda salomatlik umidi bo'lsa, shu yerga beringlar. Agar sizlar uchun meni har nima qilsa, u menga oxirat o'ziqi bo'lg'usidir" dedi. Biz u zot haqida duoya xayr qilishib xo'shlashdik. Darhol chiqib Badaxshan tarafga ravon bo'ldik. Lekin u zamonlarda Badaxshanda Shoh Raziyeddin otliq bir chiroqkesh paydo bo'lgan edi. Uning odamlari har yerda ahli sunnat jamoatini topsa o'ldiradi. O'zining mazhablarida bu ishni oxiratlik uchun savob deb e'tiqod qilishadi. Shu sababdan yo'l xatarlik. Bizning Badaxshanga berishimiz mushkul edi. Shoh Raziyeddin Kohiston mahallaridan edi. Malahidalardan edi. Bu mal'unning hikoyalari hamma tarix kitoblarida tilga ilingan. U vaqtlarda Badaxshan xalqining to'lisi shu mazhabda edi. Ularning mazhablari shundoq ediki, ular olamni qadimiy deb biladi. Behish, do'zaxqa va qiyomatga qoyil emas edi. Ular shariat hukmlarining ichida bo'lish Hazrati payg'ambar Alloh uningga duo va salom avatganining zamonlarida hammaylanga parhez edi. Endi bu zamonda kalima-i tayyiba ni aytish va uning ma'nosiga e'tiqod qilish hamda shu bo'yicha ish qilish parhizdir. Qolgan shariat hukmlariga amal qilmoq vojib emas. Jima qilmoq o'z zotida haloldir. Nikoh shart emas. Har qanday kishi bilan jima qilishga mumkin bo'lsa va ko'ngli tarsila jima qilmoq haloldir. Agar onasi va qizi bo'lsa-mu jima qilmoq durustdir. Har kishining xuni va mol-mulklari bir-biriga haloldir deyishadi. Malahida mazhabi kufrlikning eng yomonroqidir. Olamda ashu qavmidan yomonroq kofir yo'qdir. Shohibi ham bu joylarni istilo qilgan mezgilda yuqorida zikr qilinganidek Badaxshan xalqi o'z oldiga edi. Shoh Zariiddin shu chaqda Sistonda edi. U Badaxshan xalqining qadimki pirlarining avlodi edi. Badaxshanliklar uningga har yili nuzratlarini avatib turadi. Bu mezgilga kelganda Shoh Zariiddinga kishi avatib uni Sistondan ilib kelgan edi. Ammo Shoh Zariiddin texi Badaxshanga kelmasda Mirzaxon Zubir og'ani o'ltirib podshoh bo'lgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, Roq xalqi va Badaxshandagi Hazarilar Xanzucha nashrga asosan to'liqlandi muharrirdan. Yana Shoh Zariiddinga itoat qilgan edi. U to'liq mustaqil holda muvaffaqiyat qozongan edi. Badaxshan xalqi g'oyibona va hozirona uningga bog'langan edi. Biz Xutarlarning xeyli cho'ng kanatlarining biri bo'lgan Dilli bozorga ketganda
bu vaqalarni to'liq angladik. Ondan u yerdagi xalq bizga maslahat ko'rsatib, Nikpey Shoh garchi Hamza sultonga tava bo'lsa-mu, lekin Mirzaxonga sodiqdir. Shoh Zari-idin bilan munosabati bor. Agar shuningga iltijo qilsanglar, sizlarni Mirzaxonning qishig'iga yetkazib qo'ydi, dedi. Mevlana Muhammad meni bir kishining uyida qo'yib, o'zi Nikpey Shohning huzuriga bordi. Uningga men Mirzaxonning ustoziman. O'zbeklarning hujumidan xalos bo'lib, Mirzaxonning hokimiyat taxtiga chiqishi va xon bo'lishini orzu qilaman. Shunga Mirzaxonning oldiga bormoqchi edim. Agar bu jihatda tirishchilik ko'rsatib menga yordam qilsangiz, sizga katta savob bo'lg'usi. Yana sizning sadoqatingizni yaxshi sifatlar bilan Mirzaxonning quliga yetkazaman, dedi. Nikpey Shoh Mevlana Muhammadga ta'zim va ehtirom bilan muomala qildi. O'zining ishonchli odamlaridan 5 kishini hamroh qildi va ularga ta'kidlab, bularni daryodan o'tkazib, Rustaqqa yetkazib qo'yib yong'in, dedi. Chunki Rustaq vayron bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Chiroqkashning hujumidan xoli. Mulla Muhammad Niyoz tarjimasining mushu qo'lyozmasida bu so'z xoli emas edi deyilgan. Boshqa nusxalar asosida tuzib elindi. U 5 kishi bizni Omu daryosidan o'tkazdi. Biz Rustaq tarafga qarab yurdik. Quyosh girdisi g'arb to'niriga tushib, yulduz ushqunlari palak to'risiga o'rlaganda, bu 5 kishining jonlariga o't tutashdi. Ular vahima va qo'rqinch ichida qoldi. Shu vaqtda necha piyoda g'olcha paydo bo'ldi. Ular qiy-chuv qilishib, cho'qan so'ran silishga boshladi. Biz bilan hamroh kelayotgan 3 savdogar bor edi. Ular boj berayli, dedi. Shunda qilib bir muncha mollarni berdi. U g'olchilar har qaysimizga alohida bir narsa beringlar, dedi. Barliq mol mulkimizni berdik. Ularni oldi. Ondan yana bizga mol kerak emas, o'zinglarni qo'yib bermaymiz, deb har qaysimizni bog'lashga boshladi. Ular Mevlana Muhammadni tutgan edi. Mevlana Muhammad siyosat bilan do'q qilib, sizlarning bizga chiqilishga nima edinglar, dedi va meni ko'rsatib, bu kishini tanimsizlar, bu kishi Mirzaxonning qarindoshidir. Buxorodan qochib Mirzaxonning huzuriga ketib-atadi. Uning mulozimlaridan nurg'un kishi kaynimizdan kelib-atadi. Yana bir muncha kishi Nikpey Shohning qishida qolgan edi. Ularmi yetib keladi. Biz qal'ani zafarga borsak, sizlarga qanday jazo yetadiganligini tasavvur qilinglar, dedi. Mevlana Muhammad shu yo'sinda nurg'un siyosatlarni qilgan edi. G'olchilar pastga tushdi. Ular o'z tili bilan Xoja mulk Hadragir, ey xo'ja, hamma narsa keraklaringni olg'in, dedi va narsalarimizning hammasini yondirib berib, bizga qaramay ketishdi. Ammo biz shu qadar xavf-xatar ustida edikki, orqamizga yenishimizning imkoni yo'q edi. Ilojisiz tavakkul qilguvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin. Qur'on Karim 14-sura İbrahim 12-oyatning oxirgi qismi degan oyatni o'qib, butkul olamning parvarishkori bo'lgan Tangriga tavakkul qilib, qal'ai zafar tarafga qarab yurdik. Shu kechasi tong otqicha yo'l yurib, kunduzi xilvat joylarda dam oldik. Yana kechalab yurib, subhi vaqtida Rustaqqa yetib keldik. Shuningdan keyin Malahidilarning xavf-xatardan amin bo'ldik. Ertasi qal'ai zafarga yetdik. Bu yerni qal'ai zafar deb atashning sababi mundaq edi. Bu atrofni o'zbeklar istilo qilgandan keyin Badaxshonning sardorlaridan har qaysi bir tarafda bosh ko'tardi. Shuningdan keyin o'zbeklar Badaxshon ustiga lashkar tortib bordi. Shu vaqtda Muborak Shoh otliq bir sardor mustahkam bir joyga bekindi. O'zbeklar uning ustiga yetib keldi. U joyda Muborak Shoh qattiq urush qilib, o'zbeklarni mag'lub qildi. Shunga o'zbeklar bu yerni qal'ai zafar deb atabdi. Bundaq atilishning yana bir sababi shu ediki, Badaxshonda bir qabila xalq bo'lib, ular o'zlarini Muzaffariylar deb ataydi. Mazkur Muborak Shoh ashu qabiladan edi. Shu sababdan bu joy qal'ai zafar deb ataldi. Qal'ai zafar Badaxshonning poytaxti edi. Muborak Shoh ni Zubayr og'a o'ltirib bu yerni istilo qilgan edi. Yuqorida bayon qilib o'tilgan edik. Mirzaxon Zubayri og'ani o'ltirib Badaxshonni ishg'ol qildi. Shu mezgildan toki bu vaqtgacha Mirzaxon qal'ai
zafarda edi. Ammo Badaxshanning yuqori tarafidagi birmuncha joylar Mirza Abubakirning ishg'oli edida. Uning oyoq tarafiga tutash joylar o'zbeklarga taalluq edi. Uning o'rtasidagi birmuncha obdan viloyatlarni Shoh Zariidin Chiroqkesh Malahidalar bilan birga o'z qo'liga olgan edi. Ozroq bir qismila Mirzaxonning hukmronligi ostida edi. Demak, biz qal'ai zafarga yetdik. Mirzaxon bizga to'ladan to'la mehr shafqatlar qildi. Cheksiz muhabbat va marhamatlar bilan qarshi oldi. Ammo bizdan 18 kun ilgari Sultan Saidxon qal'ai zafarga kelib, u yerdan o'tib Kabulga ketgan edi. Bu hikoyat yaqinda zikr qilingusi. Peqir 1 yil Mirzaxonning xizmatida turdim. Qolgan ahvollarim xonning Kabulga borgan vaqasini bayon qilgandan keyin so'zlangusi. 18-bob. Sultan Saidxonning Andijonga kelib qamoqqa ilinganligi va yana xalos bo'lib Kabulga berib, Bobur podshoh bilan ko'rishganligining bayoni. Shuni bilish kerakki, yuqorida aytib o'tilganidek, xon necha muddatgacha Shohibxonning huzurida turib, uning mijoz xulqini to'liq bilgan edi. Sultan Mahmudxonning yaxshiliklariga javoban Shohibxon uni bir qitim tutib qo'yib etgan edi. Bu qitim Mo'g'ul sultonlari qo'liga tushib qolsa, hayot qo'ymaydiganligini aniq tushungan edi. Shunga har kim Shohibxonning qishig'i berishni havas qilsa, uni 100 til bilan to'satdi. Oxirda Mo'g'ulistonda shunday zaruriyat bo'ldiki, o'zbeklarning yeniq berishdan bo'lak chora bo'lmadi. Bu voqea yuqorida tafsiliy bayon qilib o'tildi. Alqisa, shu zaruriyat tufaylidan xon ilojisiz va ixtiyorsiz holda Andijon tavasiga kirdi. Farg'ona viloyatining hukmronligi Jonibek sultonning ilkida edi. Jonibek sulton Andijonni Hoji Ali Bahodir otliq bir kishiga topshirgan edi. Hoji Ali Bahodir Shohibxonning ishonchli kishilaridan bo'lib, Jonibek sultonning huzurida atoqliq vazir qilib belgilangan edi. Hoji Ali Bahodir savdoyi mijozli kishi edi, ammo lashkar ishlarda va mamlakatni idora qilishda intayin komil va chin edi. Sultan Saidxon Andijon tavasidagi Yesulat. Bu ism Muhammad Sodiq Qashqarining tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida Sulat deyilgan. Xanzucha nashrida Sulatkent, Sulatkandi deyilgan muharrirdan. Degan yerga yetganda o'zining nom nasabini oshkor qilmay, xalqdan Sultan Mahmudxonni nima qildi, Sultan Xalil sultonni qayerga avatdi deb so'radi. Xaloyiq, Sultan Mahmudxon boshliq kelgan hamma Mo'g'ul podshohlarini bir-birlab shahid qildi deyishdi. Xonning umid rishtisi o'michuk to'g'richiliklar bor edi. Bu so'zni eshitgandan keyin butunlay uzildi. Lekin kelganiga pushaymon qilmadi. Chunki xon hammani ko'rib bilib turuqliq ilojsizlikdan bu yerga kelgan edi. Hoji Ali Bahodir kishi avatib xonning barliq hamrohlarini tutdi. Bularning mol-mulklarining hammasini oldi va xonni Andijon Araka darvosining to'pisidagi bir hujraga qamadi. Adisi Sharq Turki Bahodiri quyosh shamshirini ufuq g'ilibidan chiqarib, uning sho'lisidan olamni nurlantirdi. Ammo xonning ko'ziga jahon qorong'u ko'rinardi. Xonni bog'lab oqsiga Jonibek sultonning qishig'i mangdirdi. Ammo Hoji Ali Bahodir intayin g'amkin va qiyinchilik ichida edi. U xonga afsus nadomatlar qiladi. Lekin Shohibxonning hukmidan qo'rqib, xonni qutqizishga hech bir fikr va iloj topolmas edi. Xonni oqsiga mangdirishdan ilgari Hoji Ali Bahodir bir kishini Jonibek sultonning huzuriga avatib xabar yetkazgan edi. Bu vaqtlarda Jonibek sulton otdan yiqilib beshi yerga qattiq tushib ketgachga mingisi zaxmlangan edi. Uning ko'pincha so'zlari va qiliqlari sog'lom aqlga muvofiq emas edi. Aql qo'lidan ixtiyor tizginni ajrab ketgan edi. Xonni tutib avatadiganlik xabar yetgan vaqtida ehtimol shu kuni Jonibek sultonning mingisiga musulmonchilik, insof va rahim shafqat havisi tushgan bo'lsa kerak. Olamning parvardigori bo'lgan Tangri xonni xalos qilish uchun ana shunday sir hikmatlarni ko'rsatgandir. Xabar elib borgan kishi Jonibek sultonning huzuriga yetib kelib, xonni mahbus qilganlik xabarini yetkazdi. Jonibek sulton, "Men qon to'kadigan ishni qilmayman. Chunki men jallod emas" dedi-da, buyruq tushirib Hoji Ali Bahodirga mundaq mazmunda farmon yezinglar. Mo'g'ul podshohining kelganligini angladim, ammo uni hech kim menga topshirib bergan emas.
Uning qinini to'kish uchunmi shariat buyrug'i tushgan emas. Shunga men uni omon esallik sahrosiga qo'yib beraman. O'zi qayoqqa berishni xohlasa beriversin deb yorliq nishon putib avatdi. Piqir Kaminaga xon bu vaqani nurg'un qitim aytib berib mundaq degan edi. O'z ko'nglimda Shahibixon Mo'g'ul xonlaridan birarsining hayotlik doirasi ichida qo'ymadi deb o'ylaydim va jazm qilatdim. Shundaq turuqliq yana Andijonga qarab yuzlandim. O'zimga shehidlikni muqarrar qilib qo'ygan edim. Andijonga yetganimda ba'zi taqvodor kishilar menga o'qiydiganga duo yutib avatishdi. Men ularga javoban duoning shartlaridan biri shuki, mumkin bo'lmaydigan ishni talab qilib duo qilmaslik kerak. Demak, mening o'limdan xalos bo'lishim mumkin emas. Shunga mening uni talab qilib duo qilishim durust emas deydim. Ular agar bu duo sizning xalos bo'lishingizda o'z xosiyatini ko'rsatmagan taqdirdami, baribir oxiratda shu duodan ulug' savob hosil bo'lg'usidir deyishadi. Men u duolarni oxiratda savob tepish niyatida o'qiydim. Ammo hech qachon xiyolim lavhasida xalosligimning surati ko'rinib boqmagan edi. Chunki tasavvurimda har xil farazlarni qilatdim. Shahibixon o'lgan bo'lsa deganni o'ylaydim. Ammo yana meni mushu soatda oqsida o'ltiradigan tursa, Shahibixonning Xorasonda o'lganining mangnim foydasi deganlarni o'ylaydim. Yana Jonibek Sulton men borg'ucha o'libmi ketar deb xiyol qilatdim. Ammo yana Jonibek Sultonning o'lganidan o'zbeklarga hech bir qiyinchilik va parishonlik yetmaydigan tursa, u sabab bilan xaloslik topolamdan deganlarni xiyol qilatdim. Demak, hech bir sabab bilan qutulish imkoniyati ko'nglimga kashmaydi. Shunga o'zimning o'limini muqarrar bilib ketib boratdim. Oqsiga yaqin yetgan edik. Oldimizga bir kishi ot choptirib chiqib keldi. Men bu kishining buncha tezlik bilan kelayotganidan qaraganda, u meni o'ltirgili avatgan kishi bo'lsa kerak deb o'ylab ketib boratdim. Uninggacha u kishi yetib keldi. Qarsam u Andijonning mo'tivar kishilaridan bo'lgan Mavlana Haydar Harsus ekan. Mavlana Haydar o'zini otdan tashladi va etimning o'zangisini so'ydida haddidan tashqari xo'shallik bilan sizga xush xabar, Jonibek Sulton sizni ozod qilishga hukm qildi. Bu haqda omon esallik yorliq namozni avatgan edi. Uni do'st Muhammad Ali Cho'loq kaynimizdan ilib kelyotdi dedi. Men ko'nglimda Mavlana Haydar menga bu so'zlarni ko'nglimga tasalli berish uchun aytibotdi deb o'yladim va Mavlana Haydarga Xudoy Taolo sizga ko'p ajr bersin. Men tiriklikdan umidimni uzdim. Menga bundaq tasalli berishning hojati yo'q dedim. Mavlana Haydar so'zning rostligiga takror qasamyat qildi. Shu orada do'st Muhammad Ali Cho'loqmi yetib keldi va menga mas'ul bo'lib borgan kishiga hukmni yetkazib, sen mushu yerning yong'in va Hoji Ali Bahodirga mendagi yorliq nishonning mazmuniga amal qilsin deb aytgan dedi. Oqsiga yetib berishga bir farsang yo'l qolgan edi. Shu yerni meni yondirib Andijonga ilib keldi. Yorliq nishonni Hoji Ali Bahodirga berdi. Hoji Ali Bahodir nishonni menga berdi. O'qib ko'rgan edim, Mavlana Haydar bayon qilgan mazmun bilan o'xshash chiqdi. Hoji Ali Bahodir, Jonibek Sulton bu farmonda turmaydi. Chunki uning mijozi o'zgarishchandir. Ehtimol yaqindala bu yorliqning dal aksicha yana bir yorliq nishon avatadi. Shundaqdimi menga mushunchalik bahona bo'lsa-la kifoya. Ko'nglini xushal tut, g'amima. Hozir shundaq vaqtdirki, ruhimizga sharob ichish orqali rohat yetkazgaymiz va olamning g'am andishlaridan birpas xalos bo'lgaymiz dedi. Men hozir menga shehidlik sharbati yetarlik. Bundaq chaqda sharob ichib og'zimni bulg'ishim butunlay qabohatlik va g'aflatning alomatidir deb nurg'un mubolag'alar bilan o'zraydim. Ammo Hoji Ali Bahodir hech bir bahona bilan so'zimni qabul qilmadi. Hayotlik taqozosi bilan zaruriyatni ko'zda tutgandimi, uning ro'yiga xiloflik qilishim loyiq emas edi. Shunga ilojsiz qabul qildim. Piyolani aylantirishga boshladi. Yuzimning rangi Shahibixonning sapra mijoz farmoni bilan seriq guldek sarg'aygan edi. Endi gul rangli sharobning ta'siri bilan bahorda ichilgan log'aldek qizardi. Shunda qilib bu bir kun gul rang sharoblarni ichish bilan kashf bo'ldi. Bezmi so'rini kashlik shamollarni beqish bilan zinnatlanib kunduzdek yo'riq va nurona qilindi. Kashlik o'ltirish amdil boshlangan edi. Jonibek Sultonning Oliberti otliq bir yasovuli kirib keldi. U yenidan bir xaruzarlik farmonni chiqarib Hoji Ali Bahodirga berdi.
Hoji Ali Bahodir bu farmonni menga berib, bu yorliq nishonni o'qig'in dedi. Qarasam Sultan Saidxonni ozod qilish haqida o'ylashmayla yorliq nishon berilib qapti. Hozir uni ozod qilish xonning hukmiga xiloflik qilganlik bo'ladi. Shunga uni kelmas bo'lib ketganlar qatoriga qo'shib avatkaysan va qadimiy qoida bilan poytaxtga yo'lga solg'aysan. Uning darg'a esilish yo'li bilan u dunyoga avatilishi muqarrardir. Bu yorliq nishonni o'qigandan keyin qip-qizil sharobning gul rangiga kirgan yuzimning rangi zafar rangga o'zgardi. Hoji Ali Bahodir yorliqning mazmunini o'z farosati bilan bilib oldi va aytdiki, "Nemishqa yorliq nishonni o'qimay xiyol surib turib qolding?" Shuningdan keyin men yorliqimni o'qidim. Hoji Ali Bahodir darg'azab bo'lib, Jonibek sultonning aqli va mengsiga nuqson yetibdi. Undaq mengdan har qanday yaxshi xiyol paydo bo'lsa, yomon natija. Yomon xiyol sodir bo'lsa, ko'pincha yaxshi natija bergusidir. Xudo saqlasin, dor tövidan ozod bo'lib, simobdak yo'qolgan sultonni men qayerdan izlab topaman, dedi. Yasovul ta'zim qilib yer suyib aytdiki, "Ey Bahodir, sadoqat yo'ldan chiqish va yolg'on aytish hamma sifatlarning yomonligidir. Bundaq yomon sifatga ega bo'lish sizga munosib emas. Sultonni siz ko'zdan simobdak yo'qoldi deysiz, ammo men uni bilaman va ko'rib turyapman. Yeningizda o'ltiribdi." Hoji Ali Bahodir Yasovuldan bu so'zni eshitgandan keyin uning g'azab o'tlari yolqinchidi. "Sanga o'xshash yangi kelgan texcha mulozimatingning etaklari muxolifchilik nijosatlaridan irig'dilmagan. Uni apu va kechirim suvlari bilan har qancha yusimu pok qilolmaydigan bir chog'atoyi meni yolg'onchi qilyapsan va Shohibexonning xonadoniga sadoqatlik bo'lish yo'lini ko'rsatyapsan. Jonibek sultonning oldida qilgan xizmatlarimning natijasi og'ir mushu yerga yetdimi? Sening javobingni sultonga har bob bilan berib, hodisidan chiqalayman dedi-da, buyruq tushirib bir cho'ng yog'ochni o'tirdan teshib, Yasovulning gadniga o'tkazib, darvoza oldida o'tirg'izib qo'ydi. Keyin Andijon mamlakatining saltanati xonning shohona qaddiy qomati bilan zib-zinat topgan vaqtlarda ashu Alaberdi Yasovulni tutib xonning oldiga elib keldi va uning qilgan yomonliklarini arz qilishdi. Xon bu chaqda Hoji Ali Bahodir o'z vaqtida bizning intiqomimizni uningdan olgan edi. Shunga bizning ko'nglimiz uningga nisbatan adovatdan xolidir. Endi u Yasovullik xizmatini ado qilsin deb uningga Yasovullikning o'ttiruq hol martabasini berdi. Bu xeyli yuqori martaba bo'lsa-mu, Sultan Saidxon mardonlik va karim yuzidan bu xizmatni uningga topshirdi. Ey Tangrim, sen shundoq podshosindirki, karim va marhamating nurlarning sho'lisidan azaldan abadiygacha butkul olam nurlandi. Munchavala yaxshi axloq sening bir kamtar bandangda namoyon bo'ldi. Bu bandang sening karimingga namuna bo'ldi. Sening tangirliking bilan silishtirganda u noiti töven va e'tiborsizdir. Agar bu bandangdan gunoh va savalliklar sodir bo'lgan bo'lsa, uni abu qilsang ajab emas. Chunki u bandang shu qadar ojizligi bilan shundoq gunohni kechirim qilibdi. U bandangning gunohi sening rahmati daryosining ulug'ligi va poyonsizligi oldida yo'qning o'rnidir. Ey bandanga kechirim va muvaffaqiyat ato qilg'uchi, butkul olamning parvarishkori bo'lgan Tangrim, bandangning gunohini afu qilg'aysan. Amin. Al-Qissa. Hoji Ali Bahodir u Yasovulni bog'lab qo'yib, kechasi tong otqicha xonga nasihat qilib tongga ulashtirdi. Ertasi xonga necha kishini hamroh qilib, qari degan yo'li bilan yo'lga soldi. Bir kunlik yerga borgan edi, xonning hamrohlari yo'ldan ezib qilib, yana inib Hoji Ali Bahodirning huzuriga bordi. Hoji Ali Bahodir ularga g'azablanib, jazolar berib siyosatga yetkazdi. Xonni necha kungacha muhofazat qilib saqladi. Uninggacha bir necha ishonchlik mo'tabar kishilarni topdi. Ularning birinchisi Mavlana Xulqi. Tehron nashrida Mavlana Xulqi, Hansuchi nashrida Mavlana Xalqi, Mavlana Qahliki deyilgan muharrirdan bo'lib, olim va fozil kishi edi. Ta'liq xitini puxta va yaxshi bitadi. Yaxshi she'rlarni ijod qiladi. Nag'ma ilmida ustoz edi. Yana biri Solih hoji bo'lib, Andijon savdogarlarining kattasi edi. Yo'llardagi hamma xalq bilan do'st. Ularning hammasining nazarida mo'tabar va ishonchli kishi edi. Yana biri Mavlana Yusuf Qashqari bo'lib,
muhtasib edi. U Andijonda kengash maslahatiga puxta kishilardan edi. Yana biri Gaday Berdi. Gaday Berdi Xanzucha nashrida Gaday Pri deyilgan muharrirdan. Bo'lib, har xil xizmatlarda qobil, nag'miga komil edi. Yana biri Mirza Ahmad bo'lib, Andijonning turklaridan to'la safar qilgan va jahon ko'rgan kishi edi. Yana biri Jalol bo'lib, to'la xizmatlarga puxta kishi edi. Hoji Ali Bahodir bularni xonga amra qilib yo'lga soldi. Hoji Solih bilan Mavlana Yusuf Sodigar siyaqida yasandi. Mavlana Xulqi, Gaday Berdi va xon qatorliq uchaylan tolibi ilm siyaqida qalandar sifat yasandi. Jalol bilan Mir Ahmadning Sodigar siyaqida bo'ldi. Ular mushundaq siyaqda yo'lga kirib noyida xotirjam, tinish amonlik bilan qal'ani zafarga yetib keldi. Yuqorida bayon qilib o'tilgandek, qal'ai zafarda Mirzaxon bor edi. Mirzaxon u kunlarda qudratining yetishicha xizmatkorlik qildi. Xon 18 kungacha qal'ai zafarda turdi. Ammo Mirzaxon ojiz kishi edi. Mirzaxonning amirlari Mirzaxonning ojizligini mulohaza qilishib, qal'ai zafarning puchuq nonchilik vujudi yo'q podshohligining iltimos tavoqida qo'yib, xonning daryo kabi nazariga sundi. Xon uningga iltifot qilmadi va aytdiki, Mirzaxon mening hammomning o'g'lidir. Bu tadbirpalakning dastidan bu qal'ada ming jafo mushaqqat bilan umr o'tkazib o'tibdi. Mushundaq ahvolda uningga qarshi chiqish va uning hukumatini tortib olish muruvvat dinida xato va mardonlik mazhabida naravodir. Xon mushu sababdan bu qal'ada uzun turmay Kabulga o'tib ketgan edi. Xon ketib 18 kundan keyin Faqir Mirza Muhammad Haydar Mirzaxonning huzuriga bordim. Bu ahvol yuqorida bayon qilib o'tildi. Xon Kabulga yetib kelgandan keyin Bobur podshoh xonning qadamini tabarik bilib, uningga noyida izzat ikromlar qildi. Xon hamisha mundaq deydi: Men Kabuldagi kunlarda shu qadar xo'shal-xuramlik bilan g'amsiz hayot kechirdimki, hech kishining umri unda xo'shallik bilan o'tmagan bo'lg'aydi. Chunki hamma ishlarning jafoliqroqi bo'lgan saltanat zaruriyatlarga Bobur podshoh mas'ul edi. Saltanatning mahsuloti va mevasi bo'lgan aysh-ishrat, rohat, farog'at va mutlaq ixtiyorlik bo'lsa, ma'nis bo'lgan edi. Saltanat ishlarining egalariga do'stlar bilanmi, yotlar bilanmi, yaxshilar bilanmi, yomonlar bilanmi aralashib muomala qilishga to'g'ri keldi. Ammo men u kunlarda shu qadar erkin va ixtiyor edimki, kimni xohlasam shuning bilan aralashatdim. Ko'nglim xohlamagan kishi bilan uchrashmaydim. Hech kimdan menga qiyinchilik va izor yetmaydi. Mana bu hamma farog'atlarning ulug'idir. Ya'ni ko'nglim havasi may ichishni xohlasa to'salg'usiz va to'xtovsiz muyassar bo'ladi. Hamma keraklik asboblarni, xaraj-xarajatlarni podshoh tayyor qildirib berganning ustiga degandan ziyoda taq qilib qo'ygan edi. 2,5 yil muddat ichida shunday g'am andishsiz, shodxo'ramlik bilan umr o'tkazdimki, g'am andisha turallari ko'nglim etigiga zodla yiqilishmagan edi. U kunlarda bugun qayerda bazm qilarmizmikin, suhbatimiz qandoq lazzatlarni berdikin degandan bo'lak xiyol faqatla ko'nglimga yetmaydi. Shu kunlarda menda hech qanday bosh og'riq yo'q edi. Shu muddat ichida faqatla yorning chochlariga bog'lanib qolgan edim. Hamisha eshiq changili sababidan sabr toqatimning yoqisi par edi. Ko'nglim qushi ahu ko'zliklardan boshqa narsadan go'yoki yovu qushlardek qochadi. Agar bir piyola sharob ichsam, ularning qip-qizil lavlarining orzusi bilan sumuratdim. Agar bir luqma qovob yesammi, ularning shaviq ishtiyoqining o'ti bilan pishiratdim. Nazm: Gar badanosh atsam boshimdadur xumorim, borsang agar chamanga ko'nglimda xor-xorong. Bo'libmi Mo'g'ul amirlaridan bir amirzodi bor edi. Bekchak Nasibiddin. Parizatlar naslidan va hur sifatlari qavmidan edi. Savri qomatlik, yurishlari yiqimliq, yuzlari lola ranglik, shirin so'zlik, yaxshi zotliq yosh edi. Iti Beg Muhammad edi. Nazm: Safai andishaga har ni yozar kilki xayol. Shakli matbuun oningdan 100 tuman ziba erur. Xuddi ustozlar bu mazmunni shuningga atab yozgandeklar. Nazm: Sarvining Rana
Qadağa bo'lsa irdi nisbadi. Bolg'ay irdi g'unchadan og'ziyu guldan taladi. Ehtimal bu beyt onun güzel ve pak vücudu şenide bitilgendir. O yigit texi to'liq balog'atga yetmasda yana narsidilik mezgildila jafokorlikni voyaga yetkazgan edi. Nazm. Latafat, xubluqdan her ne derler sende ul bardur, kerek irdi velikin arazın özre vefa hali. Onun ağısı, enisi ve hemme qovum qeyrindaşları mening xizmetimdeydi. Ular hammasi menga xizmat qilishni o'zlariga lozim va vojib deb biladi. Ammo u jabokor munchivala aloqalarga rioya qilmay suhbatimdan o'zini tortadi. G'amkin jinimga piroq tikanlaridan azob yetkazishdan tab tortmas edi. Nazm. Ta qachonlargacha ey sho'x berursan azar, hamma olam sana yoru, hammadan sen bezar. Uning visol etigiga uzatgan qo'llarim ba'zida yetadi. Agar shunchaki yetgan taqdirdami noz va duq qilib etikini shundoq silkitdiki, visol etigi ilikimdan ajrab ketadi. Sav toqat tizgini aql va idrikim qo'llaridan chiqib ketadi. Nazm. Har necha kim oshnolik ko'nglima matlub edi. Yor tabiga vali begonelik mirg'ib edi. Demek ilacısız ayaklarımni piroq poyvoni etigida qo'yatdim va sabr toqat zahrning ochiq ta'mini tetaytdim. Nazm. Qilma nazar abrusiga ey ko'z bu pandim alag'il. Hijronga men xuy ayladim sen bizni badxu qilmag'il. Beqarorlik tufaylidan kechalarda uning manzilining atrofiga boratdim. Nazm. Ol ayının qasri bamiga kecha borib chiqar erdim. Turar erdim onun to'nligidan olmay qulog'imni. Munosib ko'rmay ol ravzanga shisha alaban ani, onun o'rniga o'rnatmış edim ko'zu qarag'imni. Kunduzi kunlarimni bog' saylisi, gul tamoshasi bilan o'tkazatdim. Nazm. Ochilmag'ay chimanu bog' sahna arsasida. Veliki g'uncha kabi hijradan erur dillatan. Agar ko'ktatlarni ko'rsam, uning yangi xat tortgan burutlari yodimga yetadi-da, ko'nglim bahor bulutidek ho'l yig'inlarga to'katdi. Nazm. Baqa bardimu yo'q sarvi xiramin anda. Yo'q chimanga qarasam, g'uncha-i xandan anda. Yig'ladim men yugurib har sora chun abri bahar. Ki qayang'iga qarasam yo'q edi jonan anda. Agar sarvi va gulga ko'zim tushsa, uning yuzi va qaddi qomatini eslab ah uratdim. Nazm. Yodimga yetar baqqa kirsam kuyuk. Gulni ko'rsam sog'inarman gul ruying. Tursam birdam chu saroying soyasida, yodimga kelur sarvi qadr dil juying. Demek işıqның qoidasi ve aşıqlıq adeti məşuqlar yusunu oldu bilen köymek ahırda ölmektir. İşıqqa çekçigra ve məşuqqa haddu payan yoktur. Her qancha tirishchanlik bilanmi uning payoni ve chekiga aşıq bichorning yetalishi mumkin emas. Nazm. Ishqidindir g'arazim chashni dardug'am. Verna asbabi tarab olam ara irmaskem. Fikri yading bile ömrüm keçedir şaddami, hasili ömri gelen maya erur bir ikidem. Gami işqin bile hem buldi bu qaddim ne acab, işiq bari idikim qildi felek qaddini ham. Bu muxtasardan maqsad shuki, felekning cho'rgilishi zamonning vaqalarini bayon qilishdan iboratdir. Işiq hikoyasining chek-chegarasi yo'qdir. Shunga bu kitobchiga sig'maydi. Nazm. O'qidim qissai o'shaqni yo'qlik anda. G'ayri dildor jafosiyu vafoyi oshiq bas. Ilojisiz asli qissiga qaytib keldik. Shunday qilib, xon necha muddatgacha Kobulda edi. Hamisha podsho bilan birga o'ltirib mo'nglishardi. Bu ikki olijanobning orasida birlik va muhabbat, aqida va e'tiqod a'lo darajada edi. Xonning Kabulga borgan vaqti tarixning Hijriyat 914-yili. Hijriyat 914-yili Şeyban iyi miladiya 1508
yili 12 ayga to'g'ri keldi. Shaybon edi. Shu vaqtdan toki Shahibixon Shoh Ismoilning qo'lida qatl qilingan zamongacha, ya'ni tarixning Hijriya 916-yili. Hijriya 916 Ramazon oyi milodiya 1510-yili 12 ayga to'g'ri keldi. Ramazon oyigacha bo'lgan oraliqda 2,5 yil muddatning ichida xon Kabulda edi. Shahibixonning Shoh Ismoilning qo'lida o'lgan vaqasi Fatihanda bayon qilingusi.